Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, hurmatli Chorva TV muxlislari, hurmatli Chorva ot ishbozlari, qadrdonlar, Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga kelganmiz akalar ishbozlariga. Yana bir otning zo'ridan, otning kuchlisidan, chiroylisidan minaman degan akalarga, havasga minandan zo'ridan ko'rsatamiz akalar bugun xudo xolasa turishlaringdan. 21 fevral 2026-yilgi jarayon akalar mana. Ha, joningdan. Somnaga? Labbay. Otni qarang. Ha, mashalloh. Voy, mashalloh. Zoti qanday Somnaga? Chisti Qorabayir. Chisti Qorabayir. Ha, Qozog'iston. Qozog'istondan kelgan. Ha, Qozog'istondan kelgan. Laqabi bormi? Ha? Laqabi. Laqabi Shotlandiya. Shotland laqabli otimiz akalar bilan ishbozlariga. Yoshi nechida? Yoshi 14-15 da. 14-15. Ha, yana ko'rib olaveradi. Bo'yi necha chiqadi? Bo'yi 1.70 oshiq. 1.70 oshiq. Ha, joni, sog'bo'g'ir, otni qarang. Kelib qo'ygan ekan. Har tomonlama kelib qo'ygan ekan akalar mana. Somon aka, bir minib ko'rsatamiz? Ha, minib ko'rsatamiz. Bo'ldi. Ana polvon. Ay, joningdan. Akalar, otimizni mana minib ham oldik, xudo xolasa. Yurishlariga, qadam tashishlariga o'zingiz baho berib qo'yaverasiz. Somon aka, buning aybi yo'qmi? Aybi yo'q. Ha, putlari toza, ha? Toza. Sog'ligi, yeb ichish zo'r. Yeb ichish sog'ligi zo'r. Bu yerga qo'yaman. Ha. Boqib sovutib ot qilib olaman deganlarga ham zo'r. Kattasidan izlaganiga. Ha. Shotland laqabli otimiz akalar. Shotlandiya. Shotlandiya. Ot formada hamma narsasi ko'rdingizmi? Yuvoshligi qanday? Yuvoshligi yuvosh, endi zerkib yotibdi-da bir joyda qarang. Mana ot. Uloqlarga qanday? Uloq oyoqlarini hal qilaylik. Bular uloqqa olib bormaydi uka. Aha. Uloqqa olib boradiganlar olib borib chopaveradi o'zlari sozlab. Lekin unaqa aybi yo'q. Ishlash, tepish, ha? Yo'q. Ular endi biyalarga qo'ygan. Yana buni bolasini olib o'zini sovutib chovdiradiganlar chopaversin. Akalar, u yerga qo'yamiz, otning zo'ridan topib bering aka deganlarga mana shu otimizni tavsiya qilamiz. O'ziga o'xshagan, ola-bula chiroyli toylardan xudo xolasa, ha? Ha, Chavkarni 100% chopadi deydilar-ku. Chavkarni zoti bu Qozog'istondan kelgan-ku. Qozog'istondan kelgan ot. Bu birinchi olib kelgan odam katta pulga olib kelgan ekan. Ha. 20 ming oshiqqanmi kelgan, o'zlari biladi, olib kelgan odamlar shu yerda o'zimiz Toshkent atrofida ekan. Bu bola endi olib choptirmadim aka deydi. Shu bolalarini oldim aka dedi. Bir 3 yil bo'ldimi, 5 yil bo'ldimi shunaqa bo'pti olganiga. 3 yilcha bo'ldi oldim dedi. Hamma yan tortib qo'ying. Polvon, o'ngga chapga bir buring chiqani. Bir tomonga torting. O. Ana jonivor. Ot kuchga to'lib turibdi-da, olib borib shunday uyurga qo'yib yuborasiz akalar, uyur bor akalarga mana. Ot ekan lekin. Yoshi nechida Somon aka? Yoshi 14-15 da. 14-15 atrofida. Bu 15 ham deyvering. Hayotda kelishgan ot. Kelishgan ekan. Qomatlari kelib qo'ygan ekan akalar. Salgina bunday bo'lganda deydigan joyi yo'q-da buni. Ayb qidirib ayb topolmaysiz akalar. Xudo xolasa olib borasiz, xudo xolasa havasga, o'zingizga. Minib yurishga ham juda zo'r. Oldi arqa baravar. Bo'ylari baland. Bo'yi 1.75 chiqadi yo 70 ni ustida-da. Haydang. Haydang chaqa. Somon aka, Labbay. Shotlandiyani bahosini qancha aytamiz? Buni aytyapman, 20 ming bo'lgan, 6 ming, 7 mingga ham aka keldi bermadim deydi. 6 ming dollar kami bor uka. 6 ming dollar kam bor. Ha, bular endi foydalandi, biyalariga qo'ydi. Lekin uloqqa qiziqmayman aka, uloqqa olib bormayman deydi. Bo'ldi. Uloqqa chovdirishga bo'lmayman, u o'zlari choptiradigan choptiraversin, bo'lmasa ana biyalariga. Video ostidagi raqamlarga telefon qilsangiz, xudo xolasa
to'liq ma'lumotni berishadi, kelishtirib sizda savdosi bor. Polvoningizdan kelib sinab ko'rib olaverasizlar akalar mana. Ha, bo'lmasa Ishibozlar. polvoni bilan kelsin. Salomat bo'lasizlar og'alar.